باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qiyinlashlar, bir istirahatdan keyin yana sizlar bilan yuz ko'rishdik. Biz yana shu kelgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Endi mulkud dunyo, dunyo mulki haqida to'xtalgandik abay. Dunyo mulkini Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda shunday deydi. Wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum. İnne rabbeke seri'ul iqab ve innehu leğafurur rahim. Yani deydi ki Allah subhanahu bu yerde. Allah sizlerini o'rin basarları, yani ötkenki ümmetlerinin halaifel ard, ziminin o'rin basarları kıldı deydi. Ötkenki bizden burun insanlar batı bu yerde. Yani bu ziminin ilgili bizni ötüp ketken ümmetlerinin, bu kişilerinin biz keldik o'rin basar olduk. Biz kitimiz bizning keynimizden yeni birisi kelip o'rin basar oldu hangi. O'rin basarları, halifeleri kıldı. Allah hakikaten, yani Allah sizlerini bergen nimetiga şükür kılsın deb bazılardan bir qancha derece artıq yuqori qildi dedi. Parvardigarın asilik qilguvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Nayt tez hisob olg'uchi Allah subhanahu taala. O'ziga asilik qilguvchilardan. İtaat qilguvchilarga bo'lsa-ku, albatta mag'firat qilguvchidir ve nayt mehribondir degan bu oyatda Sura An'amda shunday deydi Allah subhanahu taala. O'ylab boqaylik, bizga özümüz o'ltirib atgan o'yni misol qildik yuqorida. Bu mulk, bu o'yni kim bizga ega qilib, bu o'yni egisi qilgan kim bu? Allohdan boshqa. Albatta Allah subhanahu taala. Kimning edi bu o'y? Palonning de. Bundan burun birisi o'ltagan. Nima uchun satdi? Balki bir qiyinchiligi uni setishga majbur bo'lib qilib satdi. Kim bizni mushu o'yning o'rin basari, ilgirki kishining keyindan kelib biz o'rin basar qilgan bizni mushu o'yga. Kim o'ltirib atgan shu o'yimizga? Allah subhanahu va taala. O'zimiz bir yerda ishlab atgan bo'lsak, bu xizmatni ato qilguvchi kim? Albatta Allah subhanahu va taala. Ilgari bizdan burun ishlagan nurg'un xizmat o'rinlari bor. Bizdan burun, uningdan burun shu o'rinlashgan kishidan burun ishlagan kishi nima uchun xizmatidan qoldirildi, elib tashlandi? Allah'ın hikmeti ve takdiri bilen. Allah'ın hikmeti ve takdiri bilen. Demek yeni bir manisi tu'til mulke men teşâ diyenin bunun manisi, yani dünyavi manisi Allahu subhanahu ve taala yekul ve huvellezî cealekum halâifel ard. Yeni bir manisi bu ki, yani Allah sizlerini ziminden halifeleri kıldı, ziminden o'rin basarları kıldı. Hikmet nima? Nima uchun paloniga berib Allah subhanahu taala yeni palonidan cheklab qo'ydi? Nima uchun paloniga ega qilib yana birisidan tatib oladi? Nima uchun bu narsa? Nima uchun birisini yuqori ko'tarib yana birisini to'van tushirdi? Javob nima? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sizlarning qaysinglarning eng yaxshi amal qiladigan, qaysinglarning haqiqiy mu'minligini, haqiqiy yaxshi amal qiladiganligini sinash uchun sizlarni degan javobni olamiz qarindoshlar. Allah bizni boylik bilan imtihon qiladi, kambag'allik bilan imtihon qiladi, sog'lomlik bilan, kasal bilan, kuch-quvvat bilan, ojizlik bilan bu shaklda imtihon qiladi. Har xil shaklda imtihon qiladi. Agarda banda Allohning chek-chegirasini oshadigan, Allohning dinidan yiroq bo'lgan kishi bo'lsa, uningga javob nima? Inna robbaka seri'ul hisab أو إن ربك سريع العقاب. Mutamarrid Allah'ın bu sınaqlarına, bu imtihanına haddini eşip bunu yaxtırmaydigan, bunu rad qiladigan kishi bo'lsa, inna robbaka seri'ul iqab. Sheksiz ki Rabbing nihoyatda
Azabı Rabbinin azabı nahayeti tezdir. Eğer de itaatkar, boysunğuçi, onunla itaat kılgıçı bolsa cevap nima? Ve inni lagaffarun limen tabe ve amene ve amile salihan summa ihtada. Şeksiz ki men nahayet lagaffar, elbette bek mağfiret kılgıçı men deydi Allah subhanahu taala. Kimge? Kimge bek mağfiret kılgıçı? Tevbe kılgan, iman keltirgen, yaxşı amel kılgan, summa ihtada. Andikin şu hidayet, şu doğru yolunun üstüde mangan kişiye acayip mağfiret kılman deydi Allah subhanahu taala. Cevap bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yani cealekum halaifel ard, zeminin orun basarları halifeleri kıldı. Allah subhanahu ve taala şunun okşay bizge bu dünyada nesibimizni, dünyada insanların her xil nesibisini xil derece şekilde birisi şunda qattiq boy, hamma narsa berilgan, yana birisi yo'q. Bu şekilde bu nesibilerini dünyada sınak yüzsüdün şunda taqtıdı. Xil şekilde sınak yüzsüdün dünyada taqtıdı. Ama ahirette bu suçu bu o vaxtda ceza mukafat şeklinde nesibini taqtıdı. İnsanların nesibisini uyadımı hesabına edip onun yoki mukafat şeklinde nesibi taqtıldı yoki ceza şeklinde nesibi taqtıldı. Qandaq amal qilgan bo'lsa shu şekilde nesibisi taqtıldıgan gap. Shu şekilde. Ma ajmalat dinu ve dunya iza ijtama'a ve aqbahal kufru vel iflasu bir raculi. Şunun için bu beytte bir insan, bir kişide eğer din ve dünya ikisi bir yerge kelsin, nima degan güzel iş bu? Ya? Din ve dünya bir yerge kelse, nima degan güzel iş? Ama bir insanda, bir kişide hem kufurluk, hem dinden yiraklık, hem iflas, hem gadaylık, hem veyrancılık bir yerge kep kalsa, bu nima degan qabih bir iş bu. Nima degan eg'ir veyrancılık. Xo'sh, yuqoriga aytgandek-ki, "Va tu'izzu man tasha'u va tuzillu man tasha." Sen xoligan kishini aziz qilasan, xoligan kishini xor qilasan ey Robbim. Biz ham bu oyat bilan birga izzat va xorliq babiga kirdik. Izzat va xorliq babiga. Bu yerda nayt inchki bir nuqta bor qarindoshlar. Nayt bu yerda to'xtalishimiz kerak bo'lgan inchki nuqta bor. U bo'lsa-mu eğer de Allah subhanahu ve taala seni aziz kılsa ey insan, ey mümin, eğer Allah seni aziz kılsa, senin düşmanlarını hem sana boysundurup verirdi. Düşmanlarını hem boysundurup verirdi. Eğer Allah subhanahu ve taala bir mahlukni, bir insanni xor qilmoqchi bo'lsa, onunğa başka yiroqdagilar emas, onunğa eng yaqin kishisi ham uni xor qiladi, uni rasvo qiladi. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Kimni Allah xor qilsa, onun hiçbir hürmetli gücü, izzetli gücü yok. Bu noktadan qarindoshlar, Allah eğer birisini xor qilmoqchi bo'lsa, en yaqinim deb qarayotgan kishi uni rasvo qildi, en xor qildi uni. Shuning uchun ij'al li robbika kulla izzika yastaqirru va yasbutu fa iza tazasta biman yamutu fa inna izzaka mayyitu. Sen tütkül izzetinin hemmisini Rabbin üçün kılgın. İzzetinin hemmisini Rabbin'den diligin. Rabbin tarafki yüzlengen. Anı şu vakitle bu izzetin, bu hürmetin, izzet sende karar elip, müstehkem sen bilen birge turdu mu? Eğer de sen ölüdüğün kişiler bilen, ölüdüğün mahluktan azizlik talep kılsan, bunundan izzet talep kılsan, bunu tamam kılsan, bunu kütsen, şeksiz ki senin izzetin hem ölüktür der. Allah rahmet kılsın bu beytin degan kişiye. Şunun için El-Melik, Allahu Melik degan bu sübet, bu isimnin taqazzasıdan birisi şu ki huvellezi yu'izzu ve huvellezi yuzil. Aziz qiladiganmi, xor qiladiganmi u Melik ana şu Allah subhanahu ve taala degan narsani bu isim taqazzo qiladi. Bu isim taqazzo qildi. Şunun için biz ana şu aziz bilan bo'lishimiz kerak. Ha? Ana şu aziz bo'lgan, izzatga erishtiruvchi bo'lgan şu Rabbimiz, şu Malik Allohimiz bilan onun bilan birga bo'lishimiz kerakki, biz dunyo va oxiratda azizlardan bo'laylik. Yani şu beyti shunday deydi-ki, "Ati' amrana narfa' li ajlika hujubana fa inna manahna birrida man ahabbana wa luz bihimana wahtami bi janabina linahmika mimma fihi ashraru khalqina."
sen bizning buyruğimizga itoat qilgin. Biz sen uchun barliq pardalarimizni ichib o'tayli dedi. Barliq pardalarni. Biz haqiqatan bizni yaxshi ko'rgan kishilarga o'zimizning rizoligini ato qilamiz dedi. Biz yaxshi ko'rgan, bizni yaxshi ko'rgan kishilarga o'zimizning rizoligini ato qilamiz. Sen bizningki himoyamizga, bizning janobimiz biz tarafga qaytqin, biz tarafga iltijo qilginki, biz seni mahluqotimiz ichidagi eng yomon ashraru xalqina, mahluqlarimizning ichidagi eng yomon kishilar ichida bo'lgan shu falokat, shu qiyinchilik, shu xorliqdan biz seni qo'g'dab qolaylik dedi. Allah bizni ana shu baxt, saodatlik mu'minlardan qilsin. Xo'sh, yana biyadikal xayr degan oyat, yuqoridagi oyatning. Sening qo'lingda yaxshilik, sening qo'lingda ey Rabbim degan. Ya'ni demak, yuqorida agarda inson bizni Alloh subhanahu va shunday sinaydi dedik dunyoda, kambag'allik bilanmi, azizlik bilanmi, xorlik bilanmi sinaydi. Bu sinoqning ichida, bu sinoqqa tabi bo'lgan ekanmiz, sinoqda turgan ekanmiz. Biz hatto mushi sinoq yo'lda xarob qolsaqmi ham, birileri tarafidan xorlikqa uchrasaqmi ham bu biz uchun yaxshilik. Mal dunyolarimiz, mulklarimizdan ayrilib tatib elinsa ham bu yaxshilik, lekin bu insonning nazarida, insonning ko'zida yomonlik deb atildi bu. İnsani ko'z bilan qaraganda yomonlik deb qaradi inson nazarida esa. Ammo bu agarda Allohning siniqi imtihoni bo'lsa, buningga rozilik bilan buningga bo'ysunib Allohdan rozi bo'lgan kishi uchun bu bir yaxshilik bu. Yana Alloh subhanahu va taolo kechi bilan kunduzni almashtiruvchi, kechi bilan kunduzga kiruvchi, koinotni sayr qildirib turuvchi o'z o'qida, koinotni boshqarib turuvchi. O'ylab boqaylik qardoshlar, mushu koinotni o'z o'qida, mushu mukammal shaklda aylantirib turuvchi kim? Mushundoq inchik shaklda aylantirib turuvchi kim? Mushu koinotda ajaba mushu koinot o'zininki orbitasidan o'zi aylanayotgan shu o'z o'qidan chiqib ketib qolsa, mushu koinotda uni o'z o'rniga qaytarib qo'ya oladigan bir kuch bormi qarindoshlar? Mumkin emas. Hech bir kuch, hech qanday bir maxluqning butkul dunyo ahli birlashsa ham uni qaytara olmaydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo, chunki o'qidan chiqib ketgan hamon boshqa nurg'un bir tortish kuchi degan narsa bor. Boshqa planetda darhol uni tortib yutib o'tadi. O'z o'qidan chiqib ketgan hamon. Allah shuning uchun deydi-ki, innalloha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Shaksizki Allah subhanahu va taolo osmonlarni va zaminni antazula bu zoil bo'lib ketishidan tutib turadi deydi Alloh subhanahu va taolo. Ha? Buni to'xtatib turdi, tushib ketishdan to'xtatib turdi Alloh subhanahu va taolo. Imsak bilan tutib turdi. Agar ular tushib ketsa, wala inzalata ularni Allohdan keyin, Alloh uni qo'yib tushirib o'tgandan keyin, uningdan keyin hiçbir ahad, hiçbir mahluk onu to'xtatib qolmaydi, onu to'xtatib tura olmaydi. Allah hakikaten halim, hakikaten halimdir. Yani gunohkor bandalarni, kafirlarni azobga tegishlik bo'lsa-mu, ularni jazolashga aldirib ketmaydi. Nihoyat mag'firat qiluvchidir Alloh subhanahu va taolo. Yani yuqoridagi oyatda degandek, Allah bu koinotni o'z o'qida, shu mengashini boshqarib turuvchi, shunda tutib turuvchi. O'ylab boqaylik, bir poyez o'zining relisidan chiqib ketib qolsa, bir kichik bovoq bola yoki bir cho'muyla yoki bir kichikkina bir chivin acaba shu poyezni o'z relisiga qaytarib qo'yish imkoniyati bormi? Mumkin emas qarindoshlar. Biz koinotning oldida bir cho'muylichoqlik narsa emas biz. Bu koinotning cho'ngligida onun öz o'qida mengayotgan bo'lsa, biz o chumul narsa, o poyez bilan chumulni selishtirib qo'yatimiz bu yerda. Ya'ni o'zimizning qanchalik maxluq ekanligimizni bilish uchun. Biz uning demak kichik qarindoshlar. Wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Agar tushib ketsa, Allohdan boshqa hech kim uni tutib tura olmaydi, to'xtatib tura olmaydi uni. Mushu zaminni o'ylab boqaylik, bu zaminni har sekundiga 30 kilometr tezlik bilan mangdigan, sayr qiladigan qilgan kim? Va bu zaminni o'z o'qida soatiga 1600 kilometr tezlikda aylanadigan qilgan kim?
o'z o'qida. Kim bu hajmda qilgan, mushu zaminni, mushu hajmda qilgan kim? Uning kendinden bu zimin bilan o'ttirmada quyosh bilan bo'lgan o'ttir orliqimizdagi musofa, quyosh bilan bu orliqimizdagi shu musofani shu qadar inchga o'lchagan kim? Shu agar qilchilik oldi bo'lib yaqin bo'lib ketsin-chi quyoshga qaysi holat hamma narsa kul bo'lib ketgan bo'ladi. Qilchilik yiroq bo'lib qolgan bo'lsa uchun hamma narsa to'nglab qolgan bo'ladi. Kim buning egasi? Albatta al-Malik, podshoh bo'lgan, hammaning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolodir qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Ali İmran'da şunu deydi. Tulicul leyla fin nahari ve tulicul nahara fil leyl ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy ve terzuqu men teşâ'u bi gayri hisab. Allahu Ekber. Sen ey Allah keçini kündüzge kirgizsen. Keçini kündüzge kirgizsen. Kündüzni keçiga kirgizsen. Yani şunun bilan keç gündüzning uzun qisqa bo'lishimi fasllar bo'yicha navbatlashib turishi bu shaklda bo'ldi-da almış. Sen va tukhrijul hayya minal mayyit. Sen o'likdan tirikni chiqarasan va tirikdan o'likni chiqarasan ey Rabbim. Sen chiqarasan. O'zing xohlagan kishiga, sen xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. degan bu oyat Sura Ali Imron 27-oyat. Qarab baqayli atrofimizga, o'zimizning mushu yashayotgan koinotimizga qarab baqayli. O'simliklar, insonning ko'payishi, hayvonotlarning ko'payishi, o'simliklarning ko'payishi, tukhrijul hayya minal mayyit, sen o'likdan tirikni chiqarasan. O'likdan tirikni. Zaytun darxi. Zaytunning bir o'zimiz zaytun yegan vaqtida yoki boshqa har qanday bir meva yegan vaqtida shuning uruqini elib qarab baqayli. Shu uruq bir parcha yog'ochda qurib qolgan bir uruqcha. Shu uruqni elib qarab baqayli. Bir parcha bir yog'och taklam turdan bo'lsa. Shuning ichida nimaning daraxti bo'lgan bo'lsa, nimaning uruqi bo'lgan bo'lsa, butkul bir daraxt mujassamlashtirilganda, shuning ichida butkul daraxtning hamma shox-shoxlaridan shu bir uruqqa mujassamlashtirilgan qarindoshlar. Hayot qonuniyati bu. O'lib qolgan, qurib ketgan qish vaqtlari qaraydigan bo'lsak, qurib qolgan bir daraxtni ko'ramiz, yoz kelishi bilan yop-yeshil holatda ichilgan. Allohning qudratini mush shaklda ko'ramiz qarindoshlar atrofimizda. Ya'ni al-Malikning ma'nolaridan birisi, podshoh al-Malikning ma'nolaridan birisi o Allah kechi bilan kunduzni almashtirib turguchi, yuqoridagi oyatda yana almashtirib turguchi. Tirikdan o'likni, o'likdan tirikni chiqarguchi degandek ma'nolari va al-Malikninki. Bu ma'nolar bor. Yana buning ma'nolaridan birisi nima bo'lsa, annal kafir qad yalidu mu'minan va annal mu'mina qad yalidu kafiran degan ma'nosi bor. Bir kafir balki o kafirdan bir mu'min tug'ilishi mumkin. Mu'min bir inson uning avlodidan bo'lishi mumkin. Bir mu'minninki kafir farzandi, kafir nasli bo'lishi mumkin uniki. Bu shaklda bo'lishi mumkin tamoman. Oyatda va nada nuhur robbahu faqala robbi inna ibni min ahli va inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna min al-jahilin. Nuh alayhissalom Parvardigoriga duo qilib shunday dedi. Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Innabni min ahli. O'g'lim mening oilamdan edi. Yani sen bana ular nicat tepişine va'da qilgan oilamdan edi. Deb bu şekilde Nuh alayhissalom Allohga munojat qildi, duo qildi. Sening va'dang haqiqatan ey Rabbim, sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilguvchisan ey Rabbi. Deb buni deganda Alloh deydi-ki, ey Nuh, u oilandagilardan emas. Yani ben sana nicat tepişini, qutquzishini va'da qilgan oilandagilardan emas o o'g'lim. Onun ameli yaman. Onun ameli yaman edi. Onun ameli yamandır. Sen
aniq bilmagan narsani mendan so'ramagin deydi. Men sening jahillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman deb Alloh subhanahu va taolo bu shaklda deydi. Xo'sh, endi mulkiya, 5 xil mulkiyani so'zlab o'tdik, 4 xilni so'zlab o'tdik. 5-incisi va tarzuqu 5 asosiy Alloh subhanahu va taolo shu yuqoridagi oyatda Allah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ila oxiril oyatning oxirigacha bu yerda mulkiyatning igdorchilik huquqining 5 prinsipini so'zlab o'tdik, 5 asosini. Uning 5-incisi va tarzuqu man tasha bi g'ayri hisob. Sen xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. O'ylab boqaylik, bir ojiz inson noiti ko'p rizqlantirilishi mumkin. O'zi ojiz, hatto bilimsiz degan. Noiti ko'p rizqlantirilishi mumkin. Yana birisi qarasangiz noiti kuchlik, noiti aqlli, kambag'al holatda yashashi mumkin. Shuning uchun tijoratchilar bir gap borki, laysa indallohi tajirun zaki. Alloh dargohida aqlli tijoratchi deydigan gap yo'q Allohning dargohida. Alloh xolig'ini beradi deb shunda bir so'z bor tijoratchilarda. Mu'minlarning duolarining ichida mu'minlarning kofirlarga qarshi qilgan duolarida shunda bir duo borki, Allohumma ij'al tadmirahum fi tadbirihim. Ey Alloh, ularning vayron bo'lishini, ularning kumpay-kumpib vayron bo'lib tugishishini, ularning tadbir qilib o'ylagan, tuzgan planlarining ichida qilgan ey Robbim deb shunda duo qildi mu'minlar kofirlarga. Demak, kofir tadbir qilib, tuzib, plan tuzib qilmagani qolmaydi. Faydahu uni qarasangiz, u o'zini shu planlar bilan o'zini vayron qiladi, o'zini vayron qiladi. Ulamolar birdek holatda, keskin holatda shunday deganki, al-asahhu anna al-insana la yamlik. Inson eng to'g'risi, inson hech bir narsaga ega emas deb shunday degan. Nima uchun deb savol so'ragan vaqtida, chunki insonning tasarruf, ya'ni o'zidan boshqa narsada tasarruf qilishidan mustaqil bo'lishi degan gap u insonning o'zining mustaqil bo'lishining bir shoxchisi, bir far'isi bo'lgan bo'ldi. Agar uni boshqa narsada tasarruf qilishdan mustaqil desak, u inson oldi bilan o'zi mustaqil bo'lishi kerak. Mustaqil holati bo'lganda undan boshqa narsada tasarruf qilish, ishlatish buningda mustaqil o'ziga xo'j bo'lgan holati bo'la oladi. Agarda bir banda o'z nafsida bo'lsin, zotida bo'lsin, bir bandaning istiqlol, ya'ni mustaqil bo'lishi mumkin emas. Yani biz mayli mavjud bo'lib turishimizda bo'lsin, barliq sifatlarimizda bo'lsin, muhtoj biz, davomliq muhtoj Robbimizga. Atrofimizdagi Alloh yaratgan butun narsaga muhtoj biz. Buningga iftiqor holatda, muhtojlik holatida yashaymiz. Bundaq bir holatdagi inson qandoqmi boshqa narsa tasarruf qilishi mustaqil bo'lsin undan keyin. Shuning uchun Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo oldi bilan rasuliga o'gitib, uning kaynidan butkul bandalariga o'gitib shundaq deganki, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun degan. Aytqin ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, men o'z nafsim uchun ya manfaat, ya ziyon, ya manfaatni men o'zimga keltirolmayman dedi. Ya bira ziyonni o'zimdan mudofaa qilib qilishga men ega emas deb aytqin deydi Alloh subhanahu taolo. İlla maşallah, Allah xaligandan boshqa men hech bir narsani ya o'zimga bir narsani manfaatni keltirolmayman yoki bir ziyonni o'zimdan mudofaa qilishga men qodir emas, men ega emas deb aytqin deydi. Walau kuntu a'lamul g'ayb, agar men g'aybni bilgan bo'lsam, men albatta yaxshilikni o'zimga ko'paytirib olgan bo'lardim va menga hech yomonlik yetmagan bo'lardi deb buni aytqin deydi. O'ylab boqaylik, tafakkur qilib boqaylik qarindoshlar. In ana illa nazirun va bashir. Men faqat ogohlantiruvchi va xush bishorat beruvchi. Yo'ldan chiquvchilarni, gunohkor bo'luvchilarni, tajovuzchilik qiluvchilarni, Allohning buyrug'iga unmaganlarni ogohlantiruvchi, itoatkor mu'min bandalarga xush bishorat beruvchi men faqat vazifam bu. Liqaumi yu'minu, iymon etgan mushunday kishilarga men ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchi, ularni Allohning rahmatidan xush bishorat beruvchi men. Mening vazifam bu deb shunday aytgan edi.
Xo'sh qarindoshlar, o'ylab boqaylik, tafakkur qilib boqaylik. Agarda bir payg'ambar Muhammad alayhissalomdek shundoq bir ulug' payg'ambar o'z nafsi uchun, o'z nafsiga ya bir manfaat yetkazishga ega bo'lmasa, yoki biror yomonni o'zidan mudofaa qilishga ega bo'lmasa, acaba boshqalarga manfaat yoki ziyon yetkazishga egami? Ha? Acaba boshqalarga manfaat yoki ziyon yetkazishi mumkinmi? Javob albatta yo'q. Javob albatta yo'q. Shuning uchun o'ylab qo'ygan. Agarda men o'z o'g'limni hidoyat qilishdan, o'z o'g'limni tarbiya qilib, uningga chiroyli to'g'ri yo'lda mang'udishdan ojiz kelsam, acaba sizning yoki uning o'g'lini, uning bolasini hidoyatga boshlab qo'yishim, to'g'ri yo'lda mang'dira olishim mumkinmi? Albatta mumkin emas. Shuning uchun qat'iy so'z, mustahkam so'z shuki, annalloha subhanahu va taala huval malikul haqiqiy. Va annal insana iza malaka famulkiyatuhu majaziyya. Qat'iy so'z shuki, Alloh subhanahu va taala u haqiqiy podshoh, u haqiqiy igdorchilik huquqi uning qo'lida. Haqiqiy igdor u faqat. Ammo inson bir narsaga ega bo'ldi desak, bu faqat majoziy narsa. Gap tugadi. Masalan, bir misol keltirsak, qarindoshlar, buningga bir tashqi ishlar ministrligida ishlaydigan bir xizmatchi shunday desa, "Oy, biz palonini palon davlatga elchi qilib tayinladik. Safir konsulxonada ishlaydigan elchi qilib tayinladik" desa, bu so'z majoziy so'zmi yoki haqiqiy so'zmi? Bir tashqi ishlar ministrligida ishlaydigan bir xizmatchi, "Biz palonini palon davlatga safir qilib tayinladik" desa, bu so'z albatta majoziy bir so'z edi. Chunki uni tayinlagan kishi u yerda ishlaydigan xizmatchi emas, balki ministerning o'zi tayinlaydi. Tashqi ishlar ministri palonni Puston davlatining elchisi qilib tayinladi deb ministr tayinlaydi. Va haqiqatni ishkirlab tekshirsak, shunimi ash xizmatga tayinlagan Alloh subhanahu va taolo. Butkul narsaning egasi Allohning qo'lida. Shu mansabga ega qilganimi Alloh subhanahu va taolodir. Bir qul qachon musofir bo'ldi bir qul? Ya'ni qulluq davriga hozir yo'qmi? Misol keltirib, misol uchun deyapmiz. Bir qul qachon musofir bo'ladi? Xo'jayini safar qilsa musofir bo'ladi. Xo'jayini muqim desa, u muqim bo'ladi. Muqim holatda. Ya'ni bir qulninki xo'ja butun harakati va yurishida davomli xo'jayindan birga bo'lgandan keyin u o'zi mustaqil holatda harakat qilolmaydi. Harakat qilolmaydi. Shuning uchun davomli biz shuni his qilishimiz kerakki, qarindoshlar. Biz mayli har qanday qo'limizdagi har qanday narsaning kelmasa, biz ega bo'lib turayotgan, o'zimiz o'ltirayotgan uy bo'lamdi, mashinamiz bo'lamdi, nima bo'lsa, bu qo'limiz biz faqat varoqchilarga ega biz qarindoshlar. Qo'limiz faqat bu palonning nomida bir ismimiz yozib qo'yilgan varoqlarga ega biz faqat, qog'ozga ega biz faqat. Bu uy palonning Pustonninki deb yozib qo'ygan bir qog'ozga ega. Ammo u Allohning mulkidir. Her sekund, her minutning ichida Alloh subhanahu va taolo bu o'yini bizni olib ketishi mumkin. Bu o'yini har minut sekundning ichida satishga chiqarishimiz mumkin, satishga majbur bo'lishimiz mumkin. Eng oddiy jismimizdagi bir organ, bir a'zoimiz shapida chatoq chiqsin yo'qani. Darhol doktorxonaga bordik. Buningki tekshirib bilan buning operatsiyasiga 100 ming ketdi deb desin. Uyimiz butkul, mol dunyomizni, asli vaslimizdan bir kunda ayrilishimiz mumkin. Bir sekund ayrılışımız mümkün qarindoshlar. Mülk Allah'ның. Mülk Allah'ның. Faqat ve faqat Allah'ның. Fa subhana malikul mulk. Ana shu butkul mulkning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo pakdir. Xo'sh qarindoshlar, shuning uchun inson agar Alloh subhanahu va taolo uni sog'lom, salomatli qilsa, u eng boy inson, haqiqiy boylikning ichida yashayotgan inson qarindoshlar. Buni his qilishimiz kerakdir. Yana shunday bir mavzu borki, nihoyatda inchga. Biz buningga deyishdan burun, u mavzuni deyishdan burun Alloh subhanahu va taolo shunday dedi. Bu oyatni tilga olaylik. Yaqulullohu taala Daraballohu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Allah bu yerda shunday bir misol keltirdi bu oyatda. Ya'ni hech qanday bir ishni o'z oldiga qilinmaydigan, o'z oldiga bir taraf qilinmaydigan bir qul biz
nəhayət yaxşı obdan rizq bergan. Yəni biz mal mülk ata qılğan və bu insan bu biz ata qılğan mal mülkni yuşrun yoki oshkora shaklda sadiq qilib turgan hur bir erkin odam bilan o'xshashmi deydi Alloh subhanahu taolo. Bu yerda misol qilyapti-da bu yerda. Ya'ni Alloh bu yerda bu misol orqali bizga shuni deydi-ki, ey insonlar, bu sizlar Allohga qarshi, ya'ni Allohning barobariga qo'yayotgan hiçbir narsaga ega bo'lmagan, qo'lidan hiçbir ish kelmaydigan bu butlar, Alloh keltirgan bu sheriklaringlar mushu koinotni, butkul koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Allohga qandoqmi barobar tanglashtirgili bo'lsin buni. Hal yastavun, o'xshamdi bu. Barobar bo'lamdi. Qandoqmi tanglashsin bu? Alhamdulillah, jimi butkul hamdu sana alamlarning Robbi Allohga xosdir. Ular yani kafirlar, dinsizlar, dindan yiroq bo'lgan kishilar, zolimlar, azg'ullarning to'lisi bo'lsa, ular hamdu sana bu maqtashga faqat va faqat Allohning loyiq ekanligini, boshqalarning bu butlarning hamdu sanoga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi, ular bilmaydi deb Alloh surani Nahlda shunday deydi. O'ylab boqaylik. Biz bir qul. Biz hiçbir narsaga qodir emasmiz. Hamma narsa Allohning mulki. Biz qandoqmi malik bo'la olamiz qarindoshlar? Qandoqmi malik bo'la olamiz? Xo'sh, endi bu yerda shunda bir oyat bor. Alloh deydi-ki bu oyatda: "Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu va min ba'du va yawma izin yafrahul mu'minun." Yani sura Rum'da tilg'ilgan oyat, buni biz faqat shohidlab olamiz. Lillahil amru min qablu va min ba'du. Ish ilgari va keyin Allohning deydi. Barliq ish ilgirimi keyinmi Allohning. Ham bu yerda o'ylab boqaylik. Ish davomliq Allohning qo'lida degan gapni chiqadi-da yuqoridagi oyatda, bu oyatda. Yana hamda unda qo'shsa tuvandagi oyatni qaysi shaklda tafsir qilamiz? Tuvandagi oyatni qaysi shaklda? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhil lillah. Buni qanday tafsir qilamiz? Yani o kunda hiçbir nefes, hiçbir can, yani bir başka bir can üçün hiçbir narsaga ega emas. Ish o kunda, o vaqtda Allohningdir, degan bu oyatni qanday tafsir qilamiz? Ish endi hozir Allohning. Yuqoridagi oyatda bo'lsa, ish burunmi kiyimmi Allohning dedi. Yana bir oyatda summa ruddu ilallohi mawlahumul haq ala lahul hukmu va huwa asra'ul hasibin. Andikin ular, yani bendeler haq hüküm qilguvchisi bo'lgan egasi Allohning dargohiga qaytarildi. Bu yer qaytarildi. Qiyomat kuni hukm qilish yolg'iz Allohga xosdir. Allah eng tez hisob olg'uchidir. Ala lahul hukmu. Ay qiyomat kuni hukm qilish Alloh xosdir. Yana bir oyatda bo'lsa, va huvallohu la ilaha illa huwa, lahul hamdu fil ula wal akhirah va lahul hukmu va ilayhi turja'un. Onundan başqa hiçbir ilah yo'qdir bu oyatda. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dünya ve ahirette hamdu sana onunga xosdir, Allohga xosdir. Va lahul hukmu, hukm onun uchundir, hukm onunga xosdir, onun dargohiga qaytirilisizlar degan bu oyat. Sura Qasasdagi. Xo'sh, bu yerda acaba dunyoda hukm kim uchun? Kim uchun edi dunyoda? Dunyoda mı Allah uchun emasmi hukm? Albatta Allah uchun. Yeni bir misal, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Asmanlarının ve ziminin gaybi kimde? Lillahi, Allah'a xosdir. G'aybni Allah, asmanlarning va zaminning g'aybi Allohga xosdir. Butkul ishning hammasi uningga qaytarildi, Allohga qaytarildi. Uningga ibodat qilgin, uningga tavakkul qilgin. Robbing sizlar qilayotgan ishdan bexabar emas degan bu oyatda buni deydi. Yana Allah subhanahu wa ta'ala siratillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Ala ilallahi, şahid bu yerda bilib qo'yinglarki,
Butkul ishlar Allohga qaytidi deydi. Qaytidigan joyi Allohninki. Bu yerdan o'ylashimiz mumkin, acaba bugun kimning qo'lida edi? U yerda oxiratda hamma ish uning qaytsa, yuqoridagi oyatlarda masalan burunmi, kiyimmi, hammasi Alloh ishning hammasi Allohning qo'lida degandek. Buni qanday tushunmaymiz deganda, ulamolar bu yerda go'zal bir to'xtalganda bu oyatlarda. Deyishganki, al-haqiqatu annal amra bi yadillahi min qablu va min ba'du. Wal haqiqa annahu ilayhi yurja'u al-amru kulluhu da'iman. Haqiqatda butkul ish Allohning qo'lida. Ilgirimi, kiyimmi Allohning qo'lida. Va barliq hukm davomliq dunyodami va oxiratdami Allohning qo'lida barliq hukm. Va davomliq barliq ishlarning hammasi oxiratda ham emas, dunyodami Allohga qaytadi. Hamma ish Allohga qaytadi. Lekin kafirlar, g'afillar, dindan yiroq yuradiganlar, iymoni ojizlar ammo buni dal aksini ko'radi dunyoda. Ko'radiki, ishning palonining qo'lida, pustonining qo'lida ekanligini ko'radi dunyoda. Hükümning palonining qo'lida, pustonining qo'lida, pustoni tashkilotining, pustoni davlatning qo'lida deb qaraydi hukmni, saltanatni. Ammo qiyomat kuni bo'lganda bo'lsa-ku, qiyomat kuni bo'lganda barliq mahluqlarning hammasi ishning Allohning qo'lida ekanligi, hukmning Allohning qo'lida ekanligi, hamma ishning Allohga qaytadiganligini qiyomat kuni hamma mahluq hammasi ko'radi. Shuning uchun haqiqiy erkaklik, haqiqiy no'chilik bu narsani vaqti kelishdan burun, hasrat nadomat kelishdan burun munosib vaqtida bu dunyoda kimning qo'lida ekanligini ko'rish. Mushu dunyoda bu aqidaga kelib yashash, hamma ishning Allohning qo'lida ekanligini bilib yashash bu haqiqiy erkaklik. Chunki u oqibatda u yer kelgan vaqtida eng ashaddiy kafir, eng ashaddiy dinsiz chog'ida hammasi butkul ishning Allohning qo'lida, hukmning Allohning qo'lida, barliq ishning Allohga qaytganligini hamma mahluq eng ashaddiy kafirni ko'radi, eng ashaddiy kafirni shu vaqtida biladi. Lekin ular dunyoda bo'lsa, Allohni ko'rishmagan. Hamma ishning Allohning qo'lida ekanligini, butkul tasarrufatning Allohning qo'lida ekanligini ko'rishmagan, balki uning o'rniga o'zlari mayli ismini atab desin, demasin, dunyoda Allohning o'rniga qo'yib olgan avliyolari, ashu sheriklari, ashu katta boshlarni ko'rib qolgan dunyoda. Shuning qo'ldan ish keladi, shu ashunda xalq qilib o'tadi, shu aziz qilib o'tadi deb qarab qolgan kishilar dunyoda. Nurg'unlagan dunyodagi nurg'un tashkilotlarni ashu ish qilib o'tadi, mush hayotdagi kuch ashu deb qarab qolgan. Ular ana shu e'tiqodi bilan, shu qarashlari bilan uning oldida sajdaga tushib ibodat qilmagan bo'lsa-mu, shu fikri bilan ularga ibodat qilishgan dunyoda. Allohni qo'yib ibodat qilishgan. Shuni ashininga qodir deb qarashgan. Shuni ashini qilib o'tadi, uni birisi istin xarid qilib o'tadi, endi birisi ishni bitirib o'tadi, birisi mana osmonni ya qilib, yana osmonga o'tadi deganda bu e'tiqod bilan yashagan. Bu e'tiqodi bilan ularga ibodat qilib yashagan dunyoda. Qiyomat kuni bo'lsa, haqiqatni hammasi ko'radi. Shuning uchun bu yerda masala faqat va faqat vaqt masalasi qarindoshlar. Vaqt masalasi. Shuning uchun haqiqatni biz munosib vaqtida, shu bizga o'lim tuyuqsiz o'lim kelmasdan burun qiyomat kuni shu barliq mahluqotlar bilan hasrat nadomatning kaynidan ko'may haqiqatni mushu dunyoda shu hasrat nadomat kelishdan burun dunyoda haqiqatni ko'rib, shu bo'yicha bundan foydalanib, bu iymon bilan yashab, bu iymonning natijasini dunyoda ko'rib yashab, oxiratda ham bundan foydalanishimiz kerak qarindoshlar. Bu haqiqiy erkaklik, haqiqiy no'chi musulmonlik bu qarindoshlar. Yana bir narsa qarindoshlar bu yerda, nima uchun inson banda nima uchun mutlaq malik bo'lmaydi degan bir savol chiqishi mumkin. Limada la yakunul abdu malikan mutlaqan? Nima uchun banda mutlaq malik, igi bo'g'ichi bo'lmaydi deb shunday bir savol chiqishi mumkin. Buni shunday javob berilganki, chunki inson har qanday narsadan behojat emasdir. Har qanday narsadan behojat emasdir. Agar biz dunyoda eng katta, eng kuchli bir podshoni faraz qilsak dunyoda, u ajaba butkul qo'l ostidagi hammasidan behojat deb sanayli, behojat deb. Hech kimga hojat tushmaydi deb sanayli shunday bir kuchli bir podshoni. Ajaba u havodan behojatmi? Suvdan behojatmi? Yemak ichmakdan behojatmi? To'y qilishdan behojatmi?
Evet, hiçbirisinden bir hacet emas ki. Şunga ihtiyaclıq ki. Şunun üçün insan hergiz ve hergiz mutlaq malik bulanmaydı degan nokta bir yerden çıkıldı. Şunlaşqa Harunur Reşid hemmimiz bilimiz qarindaşlar. Köpünçüңlar anlagan boluşuңlar mümkün. Harunur Reşid Abbasi halifesi. Onun padişahlıqının, saltanatının qancha dünyanın bir uçudan uçuqçı keng so'rg'an mulkining saltanatining cho'ngligi tarixlarda shunda tilga elinadi-ki, Harunur Reşid bir yerga chiqib, nada bir qora bulutni ko'rib qolsa, qora bulutni, soya bulut, havo tutilib qolgan bir bulutni ko'rsa, shunda bulut qarab nido qiladi ekan. Ya ayyatuhas sahab amtiri ma'aki aynama shi'ti min ardillahi subhanahu wa ta'ala. Siz suyuңuzni Allah'ның ziminidan xalıgan bulut, siz suyuңuzni Allah'ның ziminidan xalıgan yerga tushiring. Nega yaqsangiz yig'ing. Fasawfa ya'tina kharajuki. Sizden çıkan bu xaraj zimindan o'shiri chiqadi ham, mo'lusli chiqqan ekan. Bizga patarida yetib keldi oningki, o'shiri zakatlar deb shunday. Bunu ölümalar dedi ki, saltanatining ne kadar u boshqurayotgan ziminning ne kadar cho'nligini tushundirdi deb shuna tafsirlagan. Mushu Harunur Reşid mushundaq bir Harun Reşid o'ylab boqaydi. Bir stakan suv talab qilgan vaqtida, buning nəhayət aqlliq bir vaziri var ekan, debdi-ki, ya amiral mu'minin, bikam tashtari hazal ka'sa law muni'a ank. Ey amirul mu'minin, agar mushu bir stakan suv agar sendan cheklab qo'yilsa, sen shunga erishmay qolsang, bo'lmay sendan cheklab qo'yilsa, qanchalik narsaga setib olsan bu shunda shuni so'rabdi. Aqlliq vazir. Debdi-ki, binisfi mulki, men saltanatimning yerim bilan setib olman debdi. Albatta inson ehtiyojga tushib qolgan vaqtda butunlama setib oladi ekan. Suv yo'qib baqsin cho'qana. Xo'sh, uning keyin debdi-ki, agarda uni chiqarish cheklansa-chu, chiqaramay qolib qolsang buni. Chiqarish cheklan bunisini ichib bo'lgan ekan bir mazgildan chiqildim inson. Buni chiqarishdan cheklanib qolsa, qancha pul setib olasan? Chiqarish uchun degan ekan, binisfi mulki al-akhir. Yana yerim mulkim bilan setib olma deb shuna javob bergan ekan. O'ylab boqayli. Demak, shuninglar deganki, ayliq vazir, izan mulkuka yusavika sama. Sening saltanating, sening bu podshohliging bir stakan suv barobar degan ekan. O'ylab boqaylik qarindoshlar. Mushlarni tafakkur qilib boqaylik qarindoshlar. Biz naqadar ojiz, naqadar ehtiyojliq biz Alloh subhanahu va taologa. Bu yerda biz cho'nqur uyg'ib etishimiz, cho'nqur o'ylashimiz kerak qarindoshlar. Qohiraninki nemisida muzeylardan ba'zida Misr o'z vaqtidagi Misr podshoh, Misr fir'avnlarining birisining qabrisi butun chiqilgan bir qabr bor. Bu yerdan tepilganda butunlay to'liq holatda tepilgan ekan bu qabr. Buningda albatta bu qabrning ichida noiti barliq xilma-xil zibu zinnat, mol dunyo, javohir, butun oltin, kumush, nurg'un narsalar bilan ko'milgan ekanda bu podshoh. Sifatligisiz ham, til bilan tilga og'siz, ya'ni til bilan sifatligisiz darajada shunday ko'p. Ammo o'sha yerda noiti bir diqqat qilishga arziydigan, diqqat qilish kerak bo'lgan bir nuqta borki qarindoshlar. Bu podshoh noiti yosh vaqtida o'lib ketgan ekanda. Noiti yosh vaqtida, 18 yosh vaqtida o'lib ketgan ekan. Yani uning tabut, o qo'yilgan tabut noiti qisqa, jasad ham noiti kichik, yani bu o'zilliqi. Ham shu o'limlar mutaxassislar tekshirib bu noiti shu yeshining 18 yosh atrofida o'lganligini isbotlagan ekan. Shunchalik zibu zinnatlar bor. Bu narsani o'ylashimiz kerak qarindoshlar. Yani insonninki qo'yib butun Misr shuning qo'li ostida edi. Bunun ismini tilga ilingan, ismini olimlar tilga ilib, uning ismi Tot Aniq Amun deb atalgan bir podshoh ekan, 18 yosh vaqtida o'lib ketgan. Shunchalik sifatlisiz darajada bu unchumar rivoyatisi bu zinnatlar bilan ko'milgan. Bu bizning diqqatimizni eng tortadigan, o'ylanishga tegishli narsa shuki, qarindoshlar, mushu hayotning Allohning qo'lida ekanligini bizga eslatishi kerak. O'ylab boqaylik. Butkul Misr shuning qo'li ostida. Barliq Misrning
uning chiqayotgan boylik hamma narsa uning bir buyrug'ining ishorati ostida. Lekin uning mulki, bu saltanat, bu boyliklar uni Allohning jonini elish, uni o'limdan qutqizib qolmagan. Allohning jini, uning jinni elishdan to'sib qolmagan, uning mulki, saltanati, podshohligi. Qabrisi shunchalik oltin kumushlar bilan, zibu zinnatlar bilan, ko'zlarni lol qildigan narsalar bilan to'lgan bilan, ammo uning meli, dunyosi, podshohligi hech narsaga asqatmagan, o'limni qaytaramagan uningdan. Al-Malik Alloh subhanahu va taoloni aslatish kerak. Hamma narsaning egasi Alloh subhanahu va taolo. O dunyoda podsho edi, ammo yalang'och holatda ketiklik. Birinchi hayotida ketiklik. Ba'zi umara, amir, xalifa, podsholar ba'zi bir solihlarning birisi bilan uchrashib qoldi-da. Uchrashib qolib bir kuni shunday debdiki, mendan hojatini so'rag'in deb shunday debdi. Degandan keyin bu solih kishi debdiki, "Manga deb o'tamsan buni" deb shunday debdi. Hojatini so'rag'in deb bu amir degandan keyin u solih turib, "Sen manga deb o'tamsan" degandan keyin amir debdiki, "Ha" degandan keyin debdiki, "Li abdan huma sayyidak." Mening ikki qo'lim bor dedi. Mening ikki qo'lim bor, menga qul bo'lgan ikki qo'lim bor. Bu ikkisi sening xo'jayinlaring bu ikkisi. Mening qo'lim bo'lgan bu ikki narsa sening xo'jayinlaring. Degandan keyin amir hayron qilib, "Kim bu? Nima bo'ladi?" degandan keyin debdiki, bu solih kishi debdiki, "Al-hirsu val amal." Hirismanlik va uzun arzu, arman. Bu narsa deb shunday. Dunyoga hirismanlik, dunyoga qiziqish, noit hirisman bo'lish, uzun arzu umidlarda bo'lish. Bu mening qashimda ikkisi, bu ikkisi mening qo'lim deb shunday degan solih. Ammo bu ikkisi sening xo'jayinlaring bu ikkisi. Men bu ikkisini g'alaba qildim, ammo bu ikkisi seni g'alaba qildi. Men bu ikkisiga podsho bo'lib, men bu ikkisining geliga dastlab mangdim, ammo bu ikkisi seni sana podsho bo'lib, seni dastlab meng'liq deb shunday javob bergan ekan. Demak, inson o'z shahvatini kontrol qila olganda, buni boshqarib ma'aligan vaqtida bu haqiqiy podsho, u haqiqiy malik degan u. Ba'zi solihlar shunga deganki, kuntu amurru bi asfan fa waqa'a basari ala imra'atin jamila. Men Asfan degan joydan o'tib o'tganda, go'zal bir ayolga ko'zim tushib qoldi bu yerda. Shuning bilan mening qalbim uningga moyil bo'ldi. Qalbim bunga moyil bo'lib qoldi. Shuning bilan men bu yerda Allohdan yordam so'rab, Allohdan qo'rqib o'tib ketdim bu yerdan, ketdim. Endi shu kech uxlagan vaqtimda tushimda Yusuf alayhissalomni ko'rdim dedi. Va dedimki, "A anta Yusuf, sen Yusufmi?" deb shunday desam, "Ha" dedi. Degandan keyin men dedimki, "Alhamdulillahillazi asamaka min imra'atil aziz." Seni ashu aziz Misrning o'z vaqtidagi azizi Misrning ashu vazirining ayolidan seni qutqizib qolgan, seni saqlab qolgan Allohga hamdu sanolar bo'lsin deb shunday dedim. Desam, Yusuf alayhissalom dediki, "Valhamdulillahillazi asamaka min al-asfaniyya." Seni asfaniylik ayoldan seni qutqizib qolgan Alloh subhanahu va taolaga hamdu sanolar bo'lsin deb shunday dedi. Demak, al-mulkul haqiqiy mulk biz Alloh subhanahu va taolaga itoat qiladigan, Allohga bo'ysunadigan, Allohga bosh egalaganda bu biz haqiqiy mulkka, haqiqiy podshohlikka erishgan bo'lamiz, qarindoshlar. Yusuf alayhissalom qasrda o'z vaqtida qasrda qul holatda kirgan, hammamizga ma'lum. Shu vaqtida tunuydigan bir kishi u qasrda keyin podshohlarning orasida bir shu qul holatida Yusuf alayhissalom tunuydigan bir didak, shu yerda ishlaydigan bir didak. U keyin podshoh shu Misrning xazinasining bosh nimasi ustiga vazifasiga kelib, podshohlarning orasida bular bilan birga mangadigan shu shakl kelgan vaqtida shunday degan ekan: "Subhanallazi ja'alal abida mulukan bi ta'atihi va subhanallazi ja'alal muluka abidan bi ma'siyatihi." deb shunday so'zini degan ekan. Ya'ni qullarni o'ziga itoat qilish bilan, qullarni o'ziga itoat qilish bilan podshohlardan qilgan
ve padişahlarını özüge asilik kılganlık sebeplik kullardan kılgan Allah subhanahu ve taala paktur dep şu sözünü degan ekan qarindoshlar. Shafiqul Balxi'den shunday hikoya qilindiki, u o'zining tavbasining boshlanishini hikoya qilib shuni so'zlab berdi. Mening tavbamning boshlanishig'a bir g'ulam naiti bir qahatchilik bo'lgan insonlar naiti ig'ir kunda qolgan bir yili bir g'ulamning so'zi menga mening tavba qilishimga sababchi bo'lgan deb o'zini hikoya qilib shuni so'zlab berdi Shafiqul Balxi. Shu qahatchilik yilida bir g'ulam naiti xo'shal xo'ram sakrab o'ynab shunday yurgan birisini ko'rdim deydi. Kishilar shunchalik qayg'u alamning ichidagi vaqt men dedimki, ya subhanallah, bu sen nimishqi bu xo'shallik, bu sakrab o'ynab bu hech bir parvosizlik nima uchun buni qilasan? Hayo qilmamsan sen? Insonlar mush shaklda tursa bu hayo qilmay bu yerda o'zingni xiyoli shunday parvosiz holatda xo'shal xo'ram yurasan bu nimish bu deb shuna dedim deydi. Desam javob berdiki, la yahiqqu li an ahzan wa li sayyidi qaryatun mamluka ila oxirih. Ya mening g'amkim bo'lib, g'am qayg'u qilishim menga loyiq emas. G'am qilishga haqliq emasman. Mening shunday bir xo'jayinim bor, bir qul hamda bu. Devatgan bu so'zni devatgan bir qul. Mening xo'jayinimning shunday bir o'z qo'l ostida bir yezi bor xo'jayinimning qo'lida. Uningda butkul men ehtiyoj qiladigan hammasi shu yerda bor. Men nima ish g'am qilg'idakman men? Nimadan g'amkim bo'lg'idakman men? Hamma narsam botishida shuna dedi. Degandiki Shafiqul Balxi bu yerda men qalbimda ko'nglimda shuni dedim dedi. Ya subhanallah, inna hazal abda la makhluqun. Inna hazal abda li makhluqin wa la yastawhishu li anna li sayyidihi qarya mamluka. Ya maqul o'ziga o'xshash bir maxluq qul bo'lgan bir qulam, bir maxluqning, bir insonning qo'li turib, insonning qo'li turib, xo'jayinining bir qo'l ostida bir yezining bor ekanligi, o'zi ehtiyojlik bor narsaning hamma narsa bor ekanligini so'zlab, men qandoqmi g'amkin bo'lay? Men qandoqmi ko'nglimni yerim qilay? Mening hamma narsam shu yerda tursa deb shunchalik xo'shal xo'ram holatda turdi. Fa kayfa yasihhu li an astawhisha va mening sayyidim bo'lsa, olamlarning Robbi bo'lgan Alloh tursa, men qandoqmi men g'amkin bo'lib o'zim tushkunlashayman. Mening Robbim Malikul Mulk, podshohlarning podshohi bo'lgan Allohim tursa, men qandoqsiga bu holatda yashay deb men shuning bilan o'zim darhol o'zim diqqat qilib bu yerda tavba qildim deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ashu g'ulam, ashu qul g'ulam uningga tavba haqi, uning tavbasiga bir dars berganda shu so'z orqali. Shuning uchun ba'zi olimlar deydiki, dabbir avla tudabbir fallohu huval mudabbir. Tadbir qilg'in yoki qilmag'in Alloh subhanahu va taolo u tadbir qiluvchidir. Tuvandagi beytda haqiqatan go'zal aytilgan beyt, Alloh rahmat qilsin deguvchiga, kun an humumika mu'ridan va kullul umuri ila al-qada va abshir bi khayrin ajil tansa bihi ma qad mada. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. Nayet güzel şiir kardeşler. Sen barlık gam kaygılarından deydi. Gam kaygı endişelerinden yüz örgüçü boğun deydi. Bularını ittirip etkin özünden. Bular sana yıkın kemmesin. Bütkül işlerinin hemmesi Allah'ın takdiri bilen buldu. Sen bununla iman etip yaşa. Bu gam kaygı endiş kıp yaşama bunu. Hemmesi Allah'ın kazası takdiri bilen buldu. Ve sana kevatkan, sen kayıs bir yaxşılık küçük olsun, can olsun bir yaxşılık bilen üzerine hoşallık kılıp yaşayan. Hoşallık bilen, bunu hoşallık süptede kubul kılıp yaşayan, ütüp ketken neslerini unutuysan bunun bilen. Açık olsun mu, ötken bu küllerini unutuysan dedi. Belki sana seni gazaplandırgan, seni içindirgan, sana yaxşı görünmegen bir iş, belki bunun akıbeti de Allah'ın rızalığı buluşu mümkün. Bu şekilde yaşayan, bu iman bilen yaşayan. Sen narazı buluşun mümkün, ama bunun akıbeti de Allah senden razı buluşu mümkün. Sen bununla razı bulup yaşayan dedi. İşler naiti tarayıp, kıyınçılık bulup ketken vakti, belki onun kendine naiti çoğun bir içivet edişi mümkün. Allah sana içivet edişi mümkün. Naiti kıyın bir ahvalda kalsan mı,
Onundan hergiz mi ümitsizlenmesin Allah subhanahu ta'ala'nın her bir qiyinchilikning keyindan bir osonlikning bo'lganligiga iymon etib yashagan Allah xoliqini qiladi. Hergiz onunga itiroz bildiruvchi bo'lib qolmadi. Allahu yef'alu ma yasha fala takun mu'tarida. Allah xoliqini qiladi. Hergiz onun Allah'ning qilganiga itiroz bildiruvchi bo'lib qolma. Allah seni go'zallikka ko'ndirib qo'yuqliq. O'ylab boqqan inson. Allah seni güzellikki köndürüp qo'yuqliq. Faqis ala ma qadamada. O'tgan kunlaringga qiyos qilgan hozirgi holatingni har birimiz shuni o'ylab boqaylik. Shaxsan men qiyos qildim qarindoshlar. İlgari qandaqdiq buningdan 5 yil, 10 yil burun hayotimizni o'ylab boqaylik. Har birimiz bugungi kunimizdagi hayotimiz bilan hozir yashayotgan mayli qaysi saviyada yashayotaylik, buningdan 10 yil burun hayotimizni o'ylab boqaylik. Mayli saviya jihatda bo'lsin, mayli mol dunyo jihatda bo'lsin, mayli ilm jihatda bo'lsin. Qiyos qilib boqaylik ikkisini. Allah bizni go'zallikni ko'ndirib qo'yganligi uchun yana to'ymayapmizda. Aning qiyos qilsak, bugungi holatimizning o'tgan kunimizdan nechasi ortiq ekanligini his qila olamiz qarindoshlar. Bu şekilde Rabbimizga texnik rahmat aytamiz. Shuning uchun bu Allah subhanahu va taolaga al-Malik, Allohning al-Malik ekanligiga iymon etishning adablaridan birisi shuki, banda qanday bo'lishi kerak? O'zining qo'li degani Allohning banda shunda e'tiqodda bo'lishi kerakki, Allohning qo'lidagi narsa, Allohning dargohidagi narsa, uning qo'lidagi narsadan bakrak ishonchlik bo'lishi kerak banda. Bu Malik Rabbiga iymon etgan mu'minning adablari shunday bir adablik bo'lishi kerakki, u o'zining qo'lidagi narsaga hargiz ishinib qolmasligi kerak. Robbining dargohidagi, Robbining qo'lidagi narsa o'zining qo'lida hozir sanab o'ltagan narsadan bakrak ishonchlik bo'lishi kerak. Shuning uchun iza aradta an takuna aghnan nas fakun bima fi yadayillahi awsaqu minka mimma fi yadayk. Agar sen insonlarning ichidagi eng boy kishidan bo'lmoqchi bo'lsang, sen shunday bo'lgunki, sening Allohning qo'lidagi narsa, sening qo'ling sana nisbatan sening qo'lingdagi narsadan bakrak sana ishonchlik bo'lsin deydi. Ana shu vaqt sen haqiqiy boylardan bo'la olasan. Iza aradta an takuna aqwan nas, insonlarning ichidagi eng kuchli kishidan bo'lmoqchi bo'lsang, fatawakkal alalloh, Allohga tavakkul qilgan. Agarda insonlarning ichidagi eng karamli kishidan bo'lmoqchi bo'lsang, manzili jihatda Allohning dargohidagi eng hurmatli kishidan bo'lmoqchi bo'lsang, fattaqillah, Allohdan qo'rqin. Mana bu ta'limotlarni hayotimizga o'zlashtirishimiz kerak qardoshlar. Hatamul Asam bu kishi bir kuni ro'za tutgan edi. Ro'zlarkan to'q kech bo'lgan vaqtida iftor qilish uchun uning tamoq keltirilibdi. Tamoq keltirilgandan keyin bir soil, bir tilamchi kelib so'rabdi. Shu keltirilgan tamoqning hammasi uning berib o'tibdi. Shuning bilan shu vaqtning o'zida ham yana bir qachon butun nurg'un xilma-xil tamoq qachlangan yana bir tamoq keldi. Shu vaqtning o'zida yana bir soil kelibdi, uningga berib o'tibdi, hammani berib o'tibdi. Shunda ko'zni ochsa oldida bir muncha dinarlar turgan. Shu vaqtda dinarlar turgan. Bu yerda bu shuning bilan o'zini tutamay shuna vaqirib ketdi. Ya al-ghawsu min al-khalaf deb shuna vaqirib ketdi. O'zini tutamay. Bu xalafdan qutqizinglar, bu xalafdan pana tilayman degandek, bu xalafdan qutqizinglar shuna degan. Degandiki bu yerda qo'shinlarning ichida ismi atrofidagi qo'shinlarning ichida xalaf deb atiladigan ismi xalaf bo'lgan bir qo'shinsi bor ekan. Bu kishilarning hammasi Xalaf ismli qo'shnisidan qishqirib, "Voy sen nimishqi bu shayxga azob bersan? Sen nimishqi azob bersan bu shayxga?" deb amaliyotda u hech qanday ish qilmaganda deb u odamni boshlab, u Xalafdagi odamni boshlab bu Hatamni qishqirib kelgan gapganda amaliyot. "Voy shayx, mana bu sana alqa nima? Sendan o'zni so'rash uchun keldi" deb degan ekan. Deydi ekanki, "Ya men buni bu odamni demadim, bu al-ghawsu min al-khalaf deganda men bu qo'shnamni niyat qilmagandim. Lekin men nima degandim? Innama ajiztu an shukrillahi azza va jalla ala ma yu'amiluni bihi min al-khalaf." Ya'ni Alloh men nimani bersam, uni darhol asli xalafning yana bir ma'nosi yo'q. Bir narsani biz chiqim qilgan bo'lsak, uni darhol o'rnini to'ldirib berib, Alloh bergan bo'lsa u xalaf hamdi. Biz dunyoda har qanday narsani chiqim qilsak, uning o'rnini Alloh to'ldirib beradi. Ya dunyoda to'ldirib beradi darhol, ya bo'lmasa Alloh subhanahu va taolo uni oxiratda to'ldirib beradi. Hassilab beradi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni bu Hatamul Asam bu yerda chidayolmay vaqirab ketishi, nimani qilsam, men nima qilsam Alloh menga rahmat aytib, uningdan nachas ortiq men qaytirib berganligiga men buningga chidayolmay shun vaqirab ketgandim deb shuna degan ekan.
Davomli Alloh menga haslab qaytarganlik uchun. Nimani chiqim qilsam, Alloh menga uningdan yaxshisini berganligi uchun men shunga qilib ketgandim. Sahobalarning biri hammamizga tanish Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu. Bu sahoba haqida onamiz Aisha radhiyallohu anha shunday degan. Yuragimizni berib anglab boqaylik qarindoshlar. Aisha onamiz deydi-ki, "Akhsha an yadkhulal jannata Abdurrahman zahfan" deb shunday degan. Likasrati malihi. Abdurrahman ibn Avf mal dunyosining ko'pligidan Aisha onamiz deganki, "Men Abdurrahmanning jannatga o'milib kirishidan qo'rqaman." Mal dunyosining ko'pligidan, chunki boylar keyin kirdi, ham ko'pincha boylar. Mal dunyosining ko'pligidan men uning jannatga o'milib kirishidan qo'rqaman deb shunday deganda, bu sahabi, bu ulug' sahabi deganki, "Vallahi la adkhulannaha khababa." Alloh bilan qasamki, men jannatga yugurib kiraman degan. O'ylab boqaylik qarindoshlar. Deganki, "Va ma alayya iza kuntu unfiqu 100 fi as-sabahi fayu'tini Allahu alfan fil masa." Mening gunohim nima deb shunday degandim. Men agar attiganda 100 ni chiqim qilgan bo'lsam, Alloh yo'lida 100 ni chiqim qilgan bo'lsam, attiganda Alloh menga kechdi 1000 ni bersa, mening nima gunohim amdi? Deb shunday degan ekan qarindoshlar, o'ylab boqaylik. Demak, al-Malik Rabbini bilgan kishi, bilgan mu'min, Malik Rabbini tunigan mu'min hech bir mahluqqa xorolmaydi qarindoshlar. Yana bir oldigan darsimiz, al-Malik Rabbini tunigan bilgan mu'min hech qanday mahluqqa xor bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. U faqat shu Malik bo'lgan Rabbining oldidan tovanchi bo'ladi. Tövənçilik qiladi. Uning oldidan o'zininki eng uningga iftiqor, uningga muhtoj ekanligini uningga bildirdi. Hargiz maxluq oldida xorolmaydi. Shuning uchun ba'zi ulamolar deganki, bir hur erkin kishining, erkin, ozod, hur bir kishiningki bir qulga xori bo'lishi go'zal bir ishmi bu? Chiroyli ishmi bu? Albatta, chiroyli ish emas. Albatta mumkin emas bunda bir hur bir kishiningki qulga xori bo'lishi. Shuning uchun biz Rabbini, Malik Rabbini tunigan kishi hargiz va u eng erkin, eng hur kishidir. Hargiz maxluqqa xorolmaydi. Nimani talab qilsak Rabbimiz beradi dedi. Şun Rabbimiz kunli kama urid akun laka kama turid. Sen men uchun men xohlagandak bo'lgin deydi. Sen men uchun men nimani men qanday xohlagan bo'lsam shunda bo'lib bergin, akun laka kama turid. Men sana sen nimani iroda qilsam men sana shu bo'lib beraman deydi Rabbimiz ya. Shuning uchun Malik Rabbini tunigan mu'min, uningdan boshqa malik bo'lmagan, Allah'tan başka melek yok iken, padişahının yok ikenligini bilgen mu'minning Allah'tan başkanın aldığı xar bo'lişi, töven bo'lişi mümkün emas. Allah'ını hakiki tunugan kişi herkes mahlukatlarının yardımına ihtiyacı düşmeydi ve ularning fitnesiga tushib qolmaydi ve bunun bilan insonlardan behojat bo'lib yashaydi o inson. İnsanlardan tamah qilish, insanların bir narsani umid qilish, bu iflos vayron bo'lishning alomatlaridan bu qarindoshlar. Vayron bo'lishning alomatlaridan. Bishrul Hafi shunda deydi-ki, Bishrul Hafini bu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bir kuni Bishrul Hafi tushida Amirul Mu'min Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuni tushida ko'ribdi. Debdi-ki, ya Amirul Mu'minin, menga nasihat qilib qo'ysang, menga vaz nasihat qilsang degandan debdi-ki, ما أحسن أطف الأغنياء على الفقراء طلبا للثواب وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله دفنا ديان. Yani baylarninki kambag'allarga yaxshilik qilishi, kambag'allarga ko'ngil bo'lishi, kambag'allarga rahim qilishi baylarninki. Savobni umid qilib, savobni orzu qilib Allohning dargohidagi. Bu nima degan chiroyli ish deb shuna degan ekan. Nima degan go'zal ish. Ama bunundanmı güzeli kambag'allarning Allohga ishonchi tufayli, Allohga bo'lgan ishonchi, iymoni tufayli o baylardan o'zini behojat qilishi, baylarning yeniga bormasligi, baylardan tamah qilmasligi uningdanmı go'zal ish deb shuna degan ekan. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taologa ishindikanmiz. Allohga bo'lgan ishonchimiz yuksakli bo'ladi ekan. Alloh subhanahu bizni hargiz bu gumonimizni hargiz xar qilib qo'ymaydi. Bu gumonimizni hargiz yo'q chiqarmaydi qarindoshlar.
Shuning uchun hadisda man jalasa ila ghaniyyin fatada'a lahu zahaba thulusa dinihi. Kimki bir boyning qishida o'ltirib, boyning qishiga berib, uningga xo'shamad qilib, uningga tovanchilik bilan uningda da'dini aytib, unda qilsa, uning dinining 3dan 1 ketib qoldi degan qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Ba'zi shayxlarga shunda deyildiki, menga vasiyat qilsang deb shunda deyilganda, deganki, kun malikan fid dunya takun malikan fil oxirah deb shunda. Menga vasiyat qilib qo'ysang deb ba'zi shayxlarga so'rab kelsa, sen dunyoda podshoh bo'lgin, oxiratda podshoh bo'lasan. Deb shunda deganda ekan, bu debdiki, bu qanday gap bu, qanday qilma buni deb deganda ekan, debdiki, uzhud fid dunya takun malikan fid dunya. Dunyodan zohid bo'lgin. Ya bu zohid deganligimda butunlay xoni bayram bo'lib taqishib ketgan degan gap emas. Ya, dunyoda qalbingni hargiz buningga bermagan, o shahvatlaringning kayinda yurmagan, bu muhabbat hargiz qalbing kirib qolmasin degan gapim. Sen dunyoda podshoh bo'lasan. Istaghni anir rajul takun naziruhu, ha? Sen kishidan boshqalardan behojat bo'lgin. Behojat bo'lsang, sen uning tangtushi bo'lasan. O har qancha cho'ng kishi bo'lsa, sen uningdan behojatli bo'lsang, sen kambag'al bo'lsangmi, sen uning tangtushi hisoblanasan. Sen uning ehtiyojing tushib qolsa, ehtiyoj bo'lib qolsang, takun asiruhu. Sen uning asiri bo'lasan vaqtida. Uningga asir bo'lasan dedi. Uningga yaxshilik qilgan, bir kishiga yaxshilik qilgan, sen uning amiri bo'lasan. Deb shunda degan ekan. Va imma kun malikan fid dunya takun malikan fil oxirah. Shuning uchun ya dunyoda podshoh bo'lsan, oxiratda ham podshoh bo'lsan. Mana shunday yashasang dedi. Hasanul Basri'dan so'raldi qarindoshlar. Sen bu maqomga, bu o'ringa, bu yuksak maqomga nima bilan yetding deb shunda so'raldi Hasanul Basri. Dediki, "Bistighnai an dunyan nas va hajatihim ila ilmi" deb javob bergan. Mening dunyo insonlarning dunyosidan behojat bo'lganligim bilan va ularning mening ilmimga ehtiyoji bo'lganligi sababli men bu maqomga erishdim degan ekan. O'ylab boqaylik. Yana qarindoshlar Sufyan ibn Uyayna shuna deydi. Men Ka'bani tavof qilayotgandim, shunda qarasam bir odamga ko'zim tushib qoldi dedi. Ka'bani tavof qilib. Nayt salih va qalbimga Allohning salih bandalaridan ekanligi qalbimga shunda bir issiq keldi. Shunda bir kishiga ko'zim tushib qoldi dedi. Men unga yiqillab berib dedimki, "Hal taqulu shay'an yanfa'uni Allohu bihi?" Sen menga Alloh menga manfaat beradigan bir narsani degan bo'lsang, bir narsa so'zlab beramsan menga deb shunda dedim. Desam, hech bir javob qaytarmadi menga dedi. Va tavofini davomlashtiradi. Shunda tavofni tugitib namoz o'qidi. Maqomi Ibrohimning keyin 2 rakat namoz o'qidi. Uning keyin Hijr Ismoilga kirdi. Ka'baning hammasiga ma'lum. Hijr Ismoilga kirdi va shu yerda o'ltirdi. Shunda men berib uning yerida o'ltirdim va dedimki, "Ya sayyidi, ustoz, menga bir narsa degin. Alloh menga manfaat beradigan bir narsa demsa, menga deb bersang" deb shunda dedim. Dediki, "Hal tadri maza qala Allohu azza va jall?" Allohning nima deganligini bilamsan deb shunda dedi. Menga dediki, Allohning nima deganligini bilamsan. Mushu ilohiy hadrat ilohiy nidoni anglagan bo'lsa kerak. Anal hayyul ladzi la amut. Halummu ilayya ati'uni aj'alkum ahya'a la tamutun. Inda rabbihim yurzaqun. Men ölmaydigan hay tirik bo'lgan zotman. Ya Allohning nima deganligini bilamsan? Alloh dediki, "Men ölmaydigan tirik zotman. Menga kelinglar, menga kelinglar. Menga itoat qilinglar. Men sizlarni ölmaydigan tiriklardan qilaman." deb shuna deganligini bilamsan deb shuna debdim. İnson qarindoshlar qabrisiga qo'yilgan birinchi kecha hammamizga keladi 4 kundan keyin. Qabrimizga qo'yilgan birinchi kechada Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. "Abdi raja'u wa tarakuk wa fi at-turabi dafanuk wa law baqaw ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana al-hayy allazi la yamut" deb shunday deydi Alloh subhanahu va taolo. Bandam qaytib ketishdi ular. Seni olib kelgan bu kishilar qaytib ketishdi. Seni bu yerga tashlab qo'yib qaytib ketishdi. Tuproqqa dafn qilib ya tashlab qo'yib ketib ketishdi. Ular sen bilan qilib qolgan bo'lsa, senga hech bir manfaat yetkazolmagan bo'ladi. Qilib qolgan bo'lsa ham manfaat yetkazolmagan bo'ladi. Senga mendan boshqa hech kim qolmadi deb shunday deydi Alloh subhanahu va taolo. Men bo'lsam o'lmaydigan tirik zotman deb Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Adam dediki, "Alam tasma' rabbuka yaqul?" Rabbingning deganligini anglamadingmi?
أنا الحي الذي لا أموت فإن أطعتموني جعلتكم أحياء لا تموتون في جنة أرضها السماوات والأرض أنا الملك الذي لا أزول هلموا أطيعوني أجعلكم ملوكا لا تزولون ملوك الدار الآخرة أنا الملك الذي إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون هلموا أطيعوني أجعلكم كذلك أي كلما دعوتموني أجبكم كلما سألتموني أعطيتكم أنا عند ظنكم ولئن سألني أحدكم لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه degan bu so'zni anglamadan bo'ladi. Men tirik zatman dedi. Men ölmeydigan tirik zatman dedi bu. Agar menga itoat qilsanglar, men sizlarni ölmeydigan tirik kishilardan qilaman. Osmonlar kengirligi, osmonlar va zamin chiqilgan shu jannatda mengu ölmeydigan tiriklardan qilaman sizlarni. Shu jannatga kirgizman sizlarni. Men mulki zoil bo'lmaydigan, yo'qolmaydigan podshohman men. Menga kelinglar. Bana itaat qilinglar. Men sizlarni zavalliq yuzlanmaydigan shunda podshohlardan qilaman. Ya'ni oxirat ho'ylisining, oxirat dunyosining podshohlaridan qilaman. Men shundaq podshohmanki, agar men bir narsani iroda qilsam, kun fayakun de. Vujudga kel deyman, u vujudga keladi de. Kelinglar, menga itaat qilinglar. Men sizlarni ana shundaq kishilardan, baxtli kishilardan qilaydi. Qachon menga duo qilsanglar, men sizlarga ijobat qilaman. Nima qachon so'rasanglar, sizlarga beraman. Men sizlarning gumoninglarda dedi Alloh subhanahu. Men sizlarning gumoninglarda. Meni qandoq gumon qilsanglar, men shundoq. Wala in sa'alani ahadukum agar sizlarning biringlar mendan so'rasa, men uning chuqur beraman. Menga duo qilsa, ijobat qilaman dedi. Mana bu qarindoshlar Asmaullahil Husnaning birinchi Asmaullah go'zal Allohning go'zal ismlaridagi Al-Malik hammaga ega bo'lgan podshoh bo'lgan Rabbimizning ismlarini haqida kelgan ba'zi bir tunishtirishlar, tushunchalar bu yergacha qarindoshlar. Shuning uchun biz yuqorida tilg'ilib o'tganimizdek ana shu Rabbimizni haqiqiy ravishda tunuydigan, biladigan, Malik Rabbimizni bilgan bir mu'minlardan qilishini Rabbimizdan tuvanchilik bilan so'raymiz qarindoshlar. Alloh bizni ana shu baxtli kishilardan qilsin. Biz dunyoda bir o'rnimiz qolsin. Darsning eng oxirida bir hadis bilan oxirlashtirmoq qarindoshlar. Bu hammamizni o'ylantirishi kerak qarindoshlar. Zimin yuzida biror maxluqqa, zimin yuzida biror maxluqqa mushu ziminda va osmonda, osmon va ziminning bir mu'min uchun yig'laydiganligini bilamsizlar qarindoshlar. Bir mu'min ketib qolsa, mushu ziminning ve osmonning uningga yig'laydiganligini bilamsizlar qarindoshlar. Ibn Jarir o'zining tafsirida Sa'id ibn Jubayrdan rivoyat qilib shunday deydi-ki, qarindoshlar, Ata ibn Abbas rajulun faqala ya ibn Abbas ara'ayta qawlahu tabaraka wa ta'ala fama bakat alayhimus sama'u wal ardu wama kanu munzarin fahal tabki as-sama'u wal ardu ala ahad. Bir adam Ibn Abbas radhiyallohu anhuning qishig'iga kelib, Ibn Abbas, sen Allah'ın tövendeki sözüge qanday qaraysan? Yani ularga osmon va zimin yig'limidi degan bu sözüge qanday qaraysan? Bir osmon, bir maxluq, bir inson uchun osmon, zimin yig'lamdi deb shunday so'ragan ekan Ibn Abbas radhiyallohu anhu deganki shunday. Innahu laysa ahadun min al-khalaiq illa lahu babun fi as-sama'i minhu yanzilu rizquhu wa fihi yas'adu 'amaluhu. Har qanday bir maxluqning osmonda uningdan rizqi tushadigan bir eshik va amali o'rlaydigan bir eshik bor dedi. Bir eshik borki, bu eshikdan rizqi tushadi va buningdan amali shu eshik qarab o'rlaydi dedi. Har qanday bir maxluqning shunday bir eshigi bor. Agar mu'min o'lsa, uning osmondagi bu eshikka taqilib qoldi dedi. Taqilib qoldi. Rizq tushadigan va amali o'rlaydigan bu eshik taqilib qoldi mu'min o'lgan vaqtida. Shuning bilan bu shu amali o'rlaydigan, shu osmondagi insonning rizqi tushadigan va insonning dunyodagi yaxshi amallari o'rlaydigan bu eshik u mu'minning o'rlab turadigan amallari to'xtab qolgandan keyin buningga echinib yig'laydi dedi. Buning echinib yig'laydi osmondagi. Bu zimin bo'lsa-chi, zimin qanday yig'laydi deganda, bu zimin bu mu'min
u shu zaminning mo'min o'zi shu dunyoda namoz o'qiydigan shu namozgohi, bu o'zi yaxshi amal qilgan zamindagi yaxshi amal qilayotgan o'rinlari u mo'min dunyodan ketgandan keyin u shu o'rin uni seg'inib yig'laydi deyiladi. Uni yo'qitib, u mo'minni yo'qitib qo'ygandan keyin, u mo'min ketgandan keyin uni aslab yig'laydi deydi zamin. Zaminda shu mo'minning qilgan namoz o'qigan yerlari, yaxshi ish qilgan yerlari mo'minni seg'inib yig'laydi deydi. Shuning uchun Allohni asligan o'rinlarimizdan tortib namoz o'qigan o'rinlarimiz, yaxshi ish qilgan o'rinlarimiz bu shu mo'minni seg'inib yig'laydi dedi. Ammo yuqoridagi oyatda Fir'avn haqida, Fir'avnning qavmi haqida so'zlanganligi uchun bu Fir'avn qavmi ularning zaminda bir yaxshi zaminda bir yaxshi bir asar, soliha yaxshi amallari yo'qdi va ularning osmonga o'rlaydigan yaxshi amallari ham yo'qdi. Yaxshi amallar osmonga o'rlaydigan. Shuning uchun Alloh taolo fama bakat alayhimus samau wal ard. Ularga osmon zamin yig'lamadi deb shuna degan. Daf Ibn Abbos radhiyallohu anhu hibru hazihil umma, bu ummatning eng olimi bo'lgan mufassiri, birinchi mufassiri bo'lgan Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyat haqida mana bu go'zal tushunchani so'zlab bergan qarindoshlar. Shuning uchun bizning zaminda bir o'rnimiz bo'lishi kerak qarindoshlar. Biz shunday bir hayotda yashashimiz kerakki, biz dunyodan ketgandan keyin bizga yig'lay olsin bu zamin ham. Bizni seg'insin ham. Ana shunday yaxshi amallarni qoldirib, Robbimizni haqiqiy tunib, haqiqiy tushunib yashashga Allohdan davomli buni tilab, amallarimizni bunga uyg'un holatda keltirishga, uyg'un holatda amal qilishga tirishaydi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu baxtli mu'minlarning qatoridan qilsin. Inshaalloh kelarki soatda yana bir Robbimizning yangi bir ism bilan tanishish uchun yana bir darsgacha sizlarni Janobi Alloh Robbimiz Allohga topshiramiz. Alloh umr bersa yana bir qatim ko'rishgacha Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالم.